mashina qilsanglar xonaga hidi chiqib ketadi. Bor, shunaqa zo'r ekan. Va shimamini skrin qilinglar. Haftada 2 marta ishlatasizlar. O'sha cho'milganinglardan keyin yaxshilab badaninglarni skrab qilsanglar, dog'lar bormi, mayda yara chaqalar bormi yoki bo'lmasam qoraygan zonalar bo'lsa, hammasini oqartirib, silliq qilib davolab beradi. Albatta skrin qilinglar va o'sha zo'r skrab. Bu ham Hanumka o'zlarini brendlari. Shunaqa atram olganman. Buni hali sizlarga ochib ko'rsataman. Mana bunaqa spreylari kecha mashinamga bittasini qo'yib qo'ydim. Bitta sepsam ukam aytdi, "Voy, buncha dahshat hidi" debdi. Ishoninglar, uyingizga buni qizlar pardalarga sepasizlar, asosan pastellarga sepasizlar. Men sizlarga hali alohida buni ko'rsataman. Pastellarga sepsanglar, shundoq yostiqlardan, pastellardan yoki pardaga sepsanglar, xonadan ham hidi zo'r keladi. Mana hozir ham zo'r chiqib ketdi hid. Hammasini Hanumkadan oldim. Undan tashqari juda ham ayollar uchun, gigiyena uchun zo'r lichebniy narsalari ham bor. Kirib bemalol profillarini ko'rib zakaz qilsangiz bo'ladi.